Xo'p, assalomu alaykum yana bir bor. Bugungi darsimizda Xudo xohlasa 28-moddadan boshlab 40-moddagacha bo'lgan moddalarni sharhlab o'tamiz. Ya'ni Jinoyat protsessual kodeksining 3-bobi jinoyat ishini yuritishga mas'ul bo'lgan davlat organlari va mansabdor shaxslar haqida gaplashib o'tamiz. Mana endi navbatdagi moddamiz 28-modda, ya'ni bu umumiy sud to'g'risida bo'lib, ya'ni sudning vakolatlari emas, balki umumiy ma'noda sudning vakolatlari, ya'ni ma'lumotlar keltirilyapti. Mana birinchi qismda O'zbekiston Respublikasi jinoyat ishlari bo'yicha odil sudlovni Oliy sud, Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi, viloyatlar, Toshkent shahar sudlari, jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari va harbiy sudlar amalga oshiradi deyilyapti. Demak, bu normadan, bu qismdan ko'rishimiz mumkinki, jinoyat ishlarini kimlar ko'ra olishi? Oliy sud ko'radi. O'zbekiston Respublikasi sudi, viloyat, Toshkent shahar sudlari, bilasizlar, oldinlari jinoyat ishlari bo'yicha viloyat sudlari bo'lardi. Hozir u kollegiyaga aylantirib, umumiy viloyat sudlari yoki Toshkent shahar sudlari yoki Qoraqalpog'iston Respublikasi sudiga birlashtirib, alohida kollegiya sifatida ajratib o'tilgan. Umumiy ma'noda biz ularni sud deb atay olamiz, xolos. Ya'ni oldingi fuqarolik ishlari bo'yicha viloyat sudlari, jinoyat ishlari bo'yicha iqtisodiy, ular bitta nimaga birlashtirib, bitta viloyat yoki shahar sudi deb nomlanyapti. Bundan tashqari jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari deyilyapti. Fuqarolik yoki ma'muriy sudlarga o'xshab tumanlararo sudlar mavjud emas jinoyat ishlari bo'yicha, faqatgina tuman shahar. Endi shahar deb bilamiz, shaharga tenglashtirilgan nimalarimiz bor, tumanlarimiz bor. Qo'qon shahri bo'lishi mumkin, Shahrisabz shahri bo'lishi mumkin. Xuddi shular nazarda tutilyapti. Va harbiy sudlar. Harbiy sudlar o'sha 5 ta umumiy ma'noda harbiy sud deb baholanyapti, chunki Oliy sud nimasiga kirgani uchun, tizimiga kirgani uchun Oliy sud deb berilgan. Markaziy harbiy sud nimasi so'zi va harbiy sudlar degan so'z esa ular viloyat sudi ichiga kirmaydi, tuman sudi ichiga ham kirmaydi. Ular alohida okrug sudi bo'lganligi uchun umumiy harbiy sudlar deb nomlanmoqda. Endi keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, qaysi instansiya sudi nima chiqarishi haqida gap ketyapti. Mana bu yerda birinchi instansiya, apellyatsiya instansiya, kassatsiya instansiya va taftish instansiyasi deyilyapti. Bu yerda shahar sudi yoki tuman sudi deyilmayapti, chunki Oliy sud ham birinchi instansiya sudi sifatida ishni ko'ra oladi. Shu sabab biz sudlarni ko'rish vakolatiga kelganda instansiya sifatida nima qilamiz, xolos. Ya'ni birinchi marta ko'rilyaptimi, qayta ko'rilyaptimi degan ma'noda bo'lsa, biz faqat instansiya deya olamiz, xolos. Muhimi eslab qolamiz, tuman shahar sudi yuqori instansiya sifatida ko'ra olmaydi. Ya'ni apellyatsiya tartibida tuman sudi ko'rish vakolati mavjud emas. Shu narsani yodda saqlab qolasizlar. Birinchi instansiya sudi qanday qarorlar qabul qiladi? Umumiy ma'noda hukm yoki ajrim, ikkita hujjat, ya'ni ikki toifadagi hujjatni chiqarish mumkin. Apellyatsiya sudi esa, apellyatsiya instansiyasi sudi hukm va ajrim chiqaryapti. Kassatsiya instansiya sudi esa xuddi apellyatsiya bilan bir xil, faqat ayrim farqli jihatlari bor. Albatta bu kelgusi nimalarimizda o'tib boramiz, apellyatsiya, kassatsiyani farqli jihatlarini. Kassatsiya sudi ham apellyatsiya instansiyasi sudiga o'xshab hukm chiqarishi mumkin yoki ajrim. Endi 3-qismda aytib o'tyapti, taftish instansiyasi sudi hukm, ajrim yoxud qaror chiqaradi. Demak, bu yerdan ko'rib turishimiz mumkinki, faqatgina ish taftish instansiyasida ko'rilayotganda hukm, ajrim yoxud qaror chiqarishi mumkin. Endi bu yerda e'tiborga olamiz, taftish instansiyasi sudi qachon qaror chiqarishi mumkin? Qachonki apellyatsiya,
kassatsiya va tegishli taftish instansi sudda ko'rib chiqilgan hukmlari ustidan deyilyapti. Ya'ni taftish bir marta ko'rilgan bo'lishi kerak. Albatta, sudning umumiy tizimi alohida 46-bobda tartibga solinganligi uchun alohida, ya'ni yuqori instansiyalarda ishni ko'rish bo'yicha alohida mavzuyimiz bor. Bu yerda umumiy ma'noda qaysi instansiya qanday qaror qabul qilinishini bilib olsak yetarli. Xo'p, keyingi moddaga o'tadigan bo'lsak, 29-modda. 29-moddada nimalar ketyapti? Bu yerda sudning vakolatlari. Albatta, bu umumiyroq norma hisoblanadi. 29-modda har bir sudning vakolatlari to'liq kiritilmagan, ya'ni umumiyroq ma'noda iltimosnoma ko'rish, qanday iltimosnomalarni ko'rish, ayrim nimalari yozilgan, lekin ayrimlari keltirib o'tilmagan. Eng misol katta nimasi qamoq qolish, uy qamog'i, sanksiya berish masalasi, ayrim tergov harakatlari, misol tintuv yoki majburlov chora masalalariga iltimosnomalarni ko'rib chiqish masalalarini ko'rish vakolati berilyapti. Endi sud muhokamasi paytidagi eng nimasi mana belgilab berilgan qism hisoblanadi. Ya'ni sud muhokamasi paytidagi vakolatlari. Ya'ni sudni muhokama tayyorlash, dastlabki eshituv o'tkazish, ishni muhokama qilish, hukm chiqarish yoki boshqa qaror qabul qilish. Bu yerda boshqa qaror deyilganda umumiy ma'noda qaror tushunilyapti xolos. Ya'ni 28-moddadagi bir qaror qabul qilishning shakli sifatida emas. Bu umumiy so'z hisoblanadi. Shu sabab 29-moddada o'sha bu yerda umumiyroq qanday iltimosnomalarni kiritishi bitta moddaga jamlab berilgan. Xo'p, keyingi moddaga o'tadigan bo'lsak, sudyalar va xalq maslahatchilari. Oldingi darslarimizda o'sha 13-moddada xalq maslahatchilari qaysi toifadagi ishlarda ko'rilishini muhokama qilib o'tganmiz. Ya'ni o'ta og'ir ishlarda xalq maslahatchilari ishtirok etadi. Endi jinoyat ishini xalq maslahatchilari qatnashadi deyilganda, xalq maslahatchilari o'sha 25 yoshga to'lgan jamoatchilik asosida ishlaydigan shaxslar orasidan saylanadi va keyin tayinlanadi. Xalq maslahatchilari bo'yicha 60-moddada keltirib o'tilgan sudlar to'g'risidagi qonunda, ya'ni ular ham xalq maslahatchilari ham sudyalarga o'xshab daxlsizlik huquqiga ega bo'ladilar, faqatgina jinoyat ishini ko'rish chog'ida. Xo'p, endi 31-moddada sudyaning vakolatlari berilyapti. Bu sudyaning vakolatlari bu nima bilan? Xo'p, 29-modda bilan o'xshash hisoblanadi. 29-moddadagi mana nazorat vakolatlarini amalga oshiradi deb qo'shimcha qilinyapti. Bu takrorlanuvchi norma hisoblanadi, sudyaning vakolatlari. Xo'p, undan keyin yana bu yerda 31-moddani ko'radigan bo'lsanglar, alohida ajratib o'tyapti. O'sha sud muhokamasiga tayyorlash bilan bog'liq masalalarni umumiy ma'noda keltirib o'tilyapti xolos. Keyingisi moddaga o'tadigan bo'lsak, 31 moddasi tergov sudyasi. Tergov sudyasi bilamiz, o'tgan 2024-yilda joriy qilingan bo'lib, tergov sudyasi 1-yanvardan tergov sudyalari tayinlandi lavozimga va ular nimalarni ko'rishadi? Mana birinchi qismda aytyapti, tergov sudyasi yakka o'zi ish tutadi va sudga qadar yuritish bosqichida deyilyapti. Bu degani tergov sudyalari ishni mazmunan ko'rmaydi. Delo sudga oshirilganda ular ko'rmaydi, faqatgina tergov mobaynida shaxsning huquq va erkinliklari qonuniy manfaatlari rioya etilishi ustidan sud nazoratini amalga oshiradi. Bu nima degani? Mana ikkinchi qismda batafsil yozyapti. 29-moddada keltirib o'tilgan o'sha ayrim iltimosnomalarni ko'rib chiqish vakolatlari tergov sudyasiga o'tkazilgan, ya'ni
tergov paytida sanksiya berish masalasi bor. Qamoqqa sanksiya yoki tintuvga sanksiya yoki pasportni amal qilish muddatini cheklashga sanksiya yoki tibbiy muassasaga joylashtirish, xatlash masalalari bo'lishi mumkin. Albatta 31.1 moddasida berib o'tilyapti. Aynan qaysi masalalarni tergov sudyasi ko'rishi. Tergov sudyasi mana ko'rib turibmiz, ishni mazmunan ko'rib chiqmaydi. Shu sabab tergov sudyalari bilan umumiy sudyalarni farqlab olishingiz kerak bo'ladi. Hozir endi jinoyat ishlari bo'yicha biror bir tuman shahar sudiga borsangiz, tergov sudyalari alohida turibdi va sudyalar alohida. U sudyalar faqatgina ish sudga kelib tushgandan keyin mazmunan ko'rib chiqish uchun. Xo'p. Keyingi moddaga o'tadigan bo'lsak, sud majlisi kotibi. Sud majlisi kotibi o'sha bu yerda sud majlisi vazifalarini sudyaning yordamchisi va katta yordamchisi bajaradi deb o'tilyapti. Bu yerda sud majlisi kotibi bilan sud yordamchisining nima farqi bor? E'tibor berib o'tamiz. Sud majlisi kotibi bu vazifa. Mana bu yerda aytyapti vazifalarni. Bu vazifa, sud yordamchisi esa lavozim. Bizda alohida sud majlisi kotibi degan lavozim mavjud emas. Sud majlisi kotibini o'sha sudyaning yordamchisi amalga oshiradi deb belgilab o'tilgan. Bu degani sudya yordamchisi sud majlisiga kirganda avtomatik u sud majlisi kotibi sifatida tanishtiriladi. Keyingi qismda esa sud majlisi kotibining vazifalari keltirib o'tilyapti. Ya'ni sud majlisini tayyorlaydi, sud muhokamasi vaqti va joyi to'g'risida protsess ishtirokchilarini xabardor qiladi, kelgan kelmaganligini aniqlaydi va buni sudga ma'lum qiladi, kelmagan bo'lsa sababini aniqlab va sud majlisi bayonnomasini yuritadi va sud muhokamasi tayyorlash va o'tkazish bilan bog'liq boshqa topshiriqlarni bajaradi. Mana o'sha o'zimiz bilgan telefon qilib chaqiradi, sud majlisi bayonnomasini yuritadi, sabablarni surishtiradi, kelgan kelmagan bo'lsa. Faqatgina o'sha sud majlisining asosiy nimasi, kotibining asosiy vazifasi o'sha bu yerda ikkinchi qismda berilyapti. Bayonnomada o'sha sud majlisida bo'lgan hodisalarni, deylik, arizalarni, iltimosnomalarni to'liq va to'g'ri bayon qilib olish belgilanyapti. Va bu yerda mana misol shartlilik qoidasi belgilanyapti. Xo'p, keyingi moddaga o'tadigan bo'lsak, 33-modda prokuror. Bilamiz, bu prokuror O'zbekiston Respublikasi hududida qonunlarning aniq va bir xil ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi. Xo'p, nazoratni amalga oshirgandan so'ng endi JPKga doirani nima qiladigan bo'lsak, surishtiruv va dastlabki tergov bosqichlarida deyilyapti. E'tiborga olamiz, surishtiruv va dastlabki tergov. Sud bosqichida prokuror nazorat funksiyasini amalga oshirmaydi. Sud bosqichida u ayblov funksiyasini amalga oshiradi. Shu sabab bu yerda faqatgina surishtiruv va dastlabki tergov bosqichlarida deyilyapti. Ikkinchi qismda esa o'sha qonun buzilish holatlarini aniqlab, erta bartaraf etish va chora-tadbirlarni ko'rish masalasi ko'rilyapti. Xolos, bu albatta umumiy norma hisoblanadi. Prokuror o'z vakolatlarini har qanday organ va mansabdor shaxsdan mustaqil ravishda faqat qonunga bo'ysunib, bosh prokuror ko'rsatmalariga tayangan holda amalga oshiradi. Bu yerda e'tiborga olasizlar, prokuror o'z harakatlarini amalga oshirishda faqat qonunga bo'ysunadi va bosh prokurorning ko'rsatmalari, ikkita unda normativ huquqiy hujjat, boshqa vazirlar mahkamasi qarori yoki boshqa bir hujjatlarga u tayanib ish ko'ra olmaydi. Chunki u faqatgina qonunlarning bir xilda aniq ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi. Endi 34-moddada prokurorning vakolatlari keltirilyapti. Mana vakolatlari aniq moddalar bilan nima qilyapti? 243, 282, 288, 558, 589-moddalar. Bundan tashqari prokuratura to'g'risidagi qonunning 27, 28, 29-moddalarida ham uning vakolatlari keltirib o'tilgan. Xo'p, endi ikkinchi qismdagi prokuror sud muhokamasida qatnashib 409-modda nazarda tutilgan vakolatni amalga oshiradi. Vakolat nima? O'sha ayblovni ilgari surish hisoblanadi. 34-moddada ko'ryapsizlar.
34 va 33-moddalarda ko'rganmiz. Ayblov funksiyasi, nazorat funksiyasi va tergov funksiyasini amalga oshirishi mumkin. Keyingi moddaga o'tadigan bo'lsak, jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergovni prokuratura, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti, ichki ishlar organlari va davlat xavfsizlik xizmati tergovchilari olib boriladi. Demak, tergovni, dastlabki tergov. Xo'p, hozir keyingi moddalarda o'tamiz. Surishtiruvchi bilan farqli jihatlarini, ular nima deb nazarda tutilyapti? Jinoyat ishi bo'yicha dastlabki, ya'ni prokuratura departamenti ichki ishlar va davlat xavfsizlik xizmatida tergovchisi bo'ladi. Ularni surishtiruvchisi bo'lmaydi, faqatgina ichki ishlar istisno turibdi. Ichki ishlarda ham surishtiruvchi bor, ham nima bor? Tergovchi bor. Lekin mana DXXda, prokuraturada faqatgina tergovchisi mavjud. Endi 36-moddada tergovchining umumiy vakolatlari keltirilyapti. Ya'ni tergovni amalga oshirish, dalillarni to'plash, bu yerda umumiy, ya'ni har birini o'qib chiqish tavsiya etiladi. Lekin bu yerda biz umumiyroq tahlil qilib olamiz. Jinoyat ishi bo'yicha qaror qabul qilish yoki jinoyat ishini qo'zg'atish, rad etish yoki tugatish masalasi bo'lishi mumkin. Iltimosnomalar kiritish masalasi bor, qamoqqa olish, ya'ni sanksiya beriladigan tergov harakatlari bo'yicha. Va bundan tashqari ikkinchi qismda ko'ryapmiz, tergovchi tergovning yo'nalishi va tergov harakatlarini yuritishga oid barcha qarorlar prokuror ruxsati tutilgan hollar istisno etganda mustaqil ravishda qaror qabul qiladi. Ya'ni sanksiyaviy masalalarda, ya'ni prokurorning ruxsati talab qilinadigan holatlardan tashqari har qanday qarorni mustaqil qabul qiladi. Biror bir shaxsga bo'ysunuvda yo'q. U mustaqildir. Mana bu yerda mustaqil ravishda deyilyapti. Hech kimdan ruxsat so'ramaydi, faqatgina istisno beryapti. Prokuror ruxsati bilan qonunda nazarda tutilgan hollarda deyapti. Ya'ni prokuror ruxsati qaysilarda nazarda tutilgan? Misol, eksperimentda nazarda tutilgan holati bor. Davlat siri bilan bog'liq narsalarni ko'zdan kechirishda prokuror ruxsati mavjud. O'shalardan tashqari holatlarda u mustaqil qaror qabul qila oladi. Undan keyingi masalasida prokurorning bu yerda prokurorning qaysi ish yuzasidan ko'rsatma berish vakolati berilyapti. Mana tergovchi prokurorning qaysi turdagi iltimosnomalar, ya'ni iltimosnomalar emas, nimalarni? Ko'rsatmalar. Bu yerda bu belgilab o'tilgan nimalarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni qonunning ma'nosi kelib chiqadiki, prokuror xuddi shu nimalarda ko'rsatma berishi mumkin, to'g'ridan to'g'ri. Ya'ni biror bir shaxsni ayblanuvchi tarkibida ishda ishtirok etishga jalb qilish yoki jinoyatni tavsif qilish, ya'ni kvalifikatsiya qilish masalasi, qamoqqa olish haqida ehtiyot chorasini qo'llash haqida iltimosnomalar masalasini ko'rish bo'yicha ko'rsatma berishi mumkin. Agar ko'rsatmaga rozi bo'lmasa, yuqori turuvchi prokurorga shikoyat qiladi. Yuqori turuvchi prokuror esa nima qiladi? Faqatgina ikkita yo'li bor. Quyi turuvchi prokurorga qarorni bekor qildiradi yoki bo'lmasa boshqa tergovchiga o'tkazadi. Bu yerda aniq o'sha ikkita yo'l. Yo qaror bekor bo'ladi yoki tergovchidan jinoyat ishi olib qo'yiladi. Xo'p, keyingi qismiga o'tadigan bo'lsak, tergovchining o'z ish yuritishdagi ish yuzasidan qonunga muvofiq bergan yozma topshiriqlari, chiqargan qarorlari, ya'ni yozma topshiriq va chiqargan qarorlari korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, mansabdor shaxslar va fuqarolar tomonidan ijro etilishi majburiy hisoblanadi. Biror bir jinoyat ishi doirasida tergovchi qaror qabul qildimi, ijro etilishi shart. Endi agar qonunga xilof deb siz topadigan bo'lsangiz, shikoyat keltirish huquqingiz mavjud. 27-modda tartibida, ya'ni umumiy prinsip hisoblanadi, shikoyat qila olasiz.
Lekin siz ijro qilishga majbursiz. Mana bu yerda eng oltin qoida turibdi 36-moddada. Keyingi nimaga o'tadigan bo'lsak, moddaga tergov boshqarmasi, bo'linmasi, guruhi boshlig'ining va uning o'rinbosarining vakolatlari. Xo'p, nimaga bu yerda tergov boshqarmasi, bo'linmasi deyilyapti, guruhi? Tergov organlari aytdik 4 ta. Ayrim organlarda tergov bo'limi mavjud emas. Ayrim organda tergov boshqarmasi mavjud. Shu sabab boshqarma, bo'linma, guruh deb turib biz umumiyroq hamma organga mos bo'lgan terminologiyalarni ishlatilgan bu yerda. Endi ularning vakolatiga keladigan bo'lsak. Xo'p, umumiy holatlarda mana endi so'z ishlatilyapti, jinoyatlarni ochish va ularni oldini olish yuzasidan nazorat qiladi. Dastlabki tergovni har tomonlama to'liq xolisona olib borish choralarini ko'radi deyilyapti. Bu umumiy ma'no hisoblanyapti. Umumiy rahbarlik qilish, ya'ni tergovchi qarorlarga to'g'ridan-to'g'ri aralashilmaydi, lekin agar delo ochilmayotgan, nima qilinmayotgan bo'lsa, boshqa bir tergovchiga o'tkazish chorasini ko'rishi shart. Yoki unga bir yordam nimasida tergov guruhini tuzishmi? Bu albatta tergov guruhining boshlig'ining vakolatlariga kiryapti. Keyingi nimada esa tergov boshqarmasining o'sha qanday holatlarda tergovchiga topshiriq berish yoki bo'lmasam ishni bir tergovchidan boshqasiga olib berish holatlari nima qilyapti? Ya'ni nimalarga aralasha oladi? Shaxsni ayblanuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilish, dastlabki tergovni o'tkazish, jinoyatni tavsif qilish, ayblovning hajmi deyilyapti, kvalifikatsiya, ishning yo'nalishini belgilash, ya'ni aniq versiyalarni ishlab berib, shularni tekshirish, ayrim tergov harakatini o'tkazish haqida tergovchiga ko'rsatmalar berish, ya'ni falonchini so'roq qil yoki pistonchini so'roq qil haqida ko'rsatma berishi mumkin. Xo'p. Dastlabki tergov olib borishda qatnashga va dastlabki shaxsan o'zi olib borishga haqlidir deyilyapti. Bu yerda o'sha bitta tergovchiga shu belgilangan holatlar yuzasidan ko'rsatma bera oladi. Ikkinchi tomondan esa u ham tergov bo'limi boshlig'i ham bir vaqtning o'zida tergovchi hisoblanadi. Shu sabab mana bu so'z ishlatilyapti dastlabki tergovni shaxsan o'zi olib borishga. Ya'ni bitta deloni o'zi olib bora oladi. Bu boshliq sifatida tergovni olib borish huquqidan mahrum qilmagan, har qanday deloni o'z ish yuritiga olib, o'zi tergovni amalga oshirishi mumkin. Bu yerda ham tergovchiga yozma tarzda beriladi, ularning ijrosi majburiy deyilyapti. Tergov bo'limi boshlig'i ko'rsatmalari majburiy deyilyapti, lekin agar yuqori 36-moddaga o'xshab, agar ko'rsatmalar noqonuniy yoki o'rinsiz deb topadigan bo'lsa, tergovchi prokurorga shikoyat keltirilishi mumkin. Faqatgina bu yerda eng nima normasi turibdi, majburiy ijrosi to'xtatib turilmaydi. Shikoyat berildi deb turib, uni ijrosi to'xtatib turilishi nima emas, joiz emas. Ijrosi to'xtatib turilmaydi. Keyingi moddamiz surishtiruv. Jinoyat ishlari bo'yicha surishtiruvni kimlar amalga oshirishi keltirib o'tilgan. 5 ta organ: Ichki ishlar departament, MIB, bojxona, Milliy gvardiya. Xo'p. Jinoyat ishi qo'zg'atilgandan so'ng tergov qilish so'zi ishlatilyapti. Tergov qilish ikki xil shaklda amalga oshiriladi. Bu dastlabki tergov shaklida og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni ko'radi. Og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni mana bu yerdagi
tergovchilar amalga oshiriladi. Uncha og'ir bo'lmagan va ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyatlar esa surishtiruv shaklida o'tkaziladi. Bu shakl xolos. Ular ham hamma tergovchi. Hamma tergovchi demaylik, tergov harakatlarini amalga oshiradi, biror bir farqi yo'q. Mana bu yerda 5 ta organ keltirilyapti. Orasidan ko'ryapmiz, ichki ishlar bilan departamentda ham tergov bor, ham surishtiruv. Lekin MIBda, bojxonada, Milliy gvardiyada faqat surishtiruvchilar bo'ladi. Shu narsani eslab qolamiz. Endi 38.1 moddasida surishtiruvchining vakolatlari keltirilgan. Bu yerda e'tiborga olamiz, tergovchi bilan vakolatlari bir xil. 36-moddadagi tushuntirilgan narsalar bir xil, boshqa nimasi yo'q. Bu ham surishtiruvchi ham mustaqil, tergovchi bilan bir xil vakolatga ega. Faqatgina farqli jihati shundan iboratki, hozir o'sha qismini mana bunda surishtiruvchiga, boshqa surishtiruvchiga topshiriq bera oladi deyilyapti. Surishtiruvchiga topshiriq bera oladi ma'lum bir tergov harakatlarini o'tkazish yuzasidan. Tergovchida esa ham tergovchiga ham surishtiruvchiga bera oladi. Bu yerda faqat shu farqi xolos. Tergovchi bilan surishtiruvchining farqi shunda xolos. Ikkalovi shaxs ham tergov harakatlarini amalga oshiradi. Ikkalovi shaxs ham jinoyat ishini olib bora oladi. Faqatgina o'sha jinoyatni tavsifida muammo bor, ya'ni og'ir va o'ta og'ir tergovchi tergov qiladi, uncha og'ir bo'lmagan, ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyatlarni esa surishtiruvchi qiladi. Farqi o'sha surishtiruvchi tergovchiga biror bir tergov harakatlarini amalga oshirish bo'yicha topshiriq bera olmaydi. Shunda farqi bor xolos, boshqa farqi yo'q hisoblanadi. Endi surishtiruv bo'linmasi boshlig'i, uning o'rinbosarlari vakolatlarida ham boyagi vakolat bilan bir xil. Tergov bo'limi boshlig'i nimasi bilan farqli jihati yo'q. Endi albatta alohida norma qilib kiritilish shart edi. Shu sabab alohida norma kiritilgan. Keyingi nimaga o'tadigan bo'lsak, 39.1 moddasiga hozir 39.1 moddasi. Tergovga qadar tekshiruv. Bu tergovga qadar tekshiruv nima o'zi? Bu o'sha jinoyat haqidagi ariza xabar kelganda, o'sha 10 kunlik yoki 1 oygacha uzaytiriladigan muddatda jinoyat alomati bor yoki yo'q deb xulosa berish uchun tergov hali jinoyat ishi qo'zg'atilmasdan oldin tekshirish bosqichi hisoblanadi jinoyat haqidagi ariza va xabarlarni. Endi buni kimlar amalga oshiradi? 13 ta organimiz bor. Bu yerda 14 ta sanalyapti, lekin 13 ta hisoblanadi. Mana 12-organ chiqarib yuborilgan. Bu albatta agroinspeksiya bo'lgan, prokuratura huzurida hozir Vazirlar Mahkamasiga o'tkazilganligi uchun chiqarib yuborilgan. Bu yerda 13 ta organimiz bor. Ichki ishlar bor, harbiy qism, davlat xavfsizlik xizmati, aytishinglar mumkin. Ularda tergovchi turibdi-ku. To'g'ri, tergovchiga faqatgina qo'zg'atilgan jinoyatlar keladi yoki o'zi shaxsan tergovga qadar tekshiruvni ham amalga oshirishi mumkin. Oddiy xodim ham tergovga qadar tekshiruvni amalga oshirishi mumkin. Bu albatta ichki hujjat bilan belgilangan. Bu yerda mana 2-qismida qamoqxonalardagi qamoqxona boshliqlarining nimasi vakolati bor, ya'ni qamoqxonada biror bir jinoyat sodir etildimi, u jinoyat ishi qo'zg'atilgunga qadar, ekspertiza tayinlangunga qadar o'sha u tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiradi. Albatta, tergov qadar tekshiruvi 329-moddada tartibga solingan, nimalarni amalga oshirish. Bu albatta o'sha 329-modda sharhlanayotganda bir yodingizga solib o'taman. Bu yerda o'sha 13 ta organni bir ko'rib olish tavsiya etiladi. Mana orasida yangi qo'shilganlari bor. Prezident davlat xavfsizlik xizmati oldin mavjud bo'lmagan bu. Chunki yangi tuzilgan tashkilot oldin davlat xavfsizlik xizmatiga tizimiga kirganligi uchun bu organ bo'lmagan. Bu yerda tergov qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi mansabdor zimmasiga zarur choralar ko'rish vazifasi, mana jinoyat alomatlarini, jinoyat sodir etgan shaxslarni topish, xo'p, jinoyat ishi yuzasidan dalil tartib foydalanish mumkin bo'lgan ma'lumotlarni aniqlash maqsadida
sifatida operlarga nima berishi mumkin? Ya'ni tezkor qidiruv tadbirlarini amalga oshiruvchi organlarga topshiriq xati chiqarishi mumkin. Operlar kimlar bo'lishi mumkin? Misol ichki ishlarda oper nima bor? Tezkor xodimlar bor, Davlat xavfsizlik xizmati, Prezident davlat xavfsizlik xizmati, bojxona, MIB va departamentni tezkor xodimlari mavjud. Ularga topshiriq berishi mumkin. Lekin e'tiborga olamiz, tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunda 7 ta organ belgilangan, bu yerda esa 6 ta bir-biriga zid emas, lekin 7-chi organ sifatida harbiy razvedka qo'shib qo'yilgan. Bu tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunda. Mana bu yerda aytyapti, tezkor qidiruv faoliyatidan o'tkazish tartibi qonun bilan belgilanadi. Xo'p, oxirgi moddamizga keladigan bo'lsak, tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organ boshlig'ining va uning mansabdor shaxsining vakolatlari. Xo'p, bu yerda tergovga qadar tekshiruv amalga oshiruvchi organ boshlig'i. Mana bu yerda mana organlar keltirilgan bo'lsa, shularning boshliqlari nazarda tutilyapti xolos. Shularning boshliqlari kimlar? Nimalar qila oladi? Mana birinchi nima sifatida tergovga qadar tekshiruvni o'zi o'tkazishga yoki boshqa mansabdor shaxsga berishga, ya'ni o'zini xodimi yo ichki ishlar misol tariqasida oladigan bo'lsak, ichki ishlar bo'limi boshlig'i nomiga ariza keladigan bo'lsa, u arizani o'zi shaxsan ko'rib chiqishi mumkin yoki o'ziga bo'ysunuvdagi bo'lgan xodimga berishi mumkin. Jinoyat haqidagi ma'lumot kelib tushgan, o'shani tekshirish yuzasidan. Hop, bu birinchisi. Masalan, jinoyat ishini qo'zg'atishga yoki ishni yuritish rad etishga deyilyapti. O'zi shaxsan jinoyat ishini qo'zg'ata oladi yoki qo'zg'atishni rad etishi mumkin. Undan keyingi qismiga o'tadigan bo'lsak, hop, ularning vazifalari, ya'ni doir vazifani yuklash tartibi mazkur organ tomonidan belgilanadi. Bu nima deyapti? Ichki ishlar yoki mana 13 ta organning orasida xodimlar ko'p, lavozimlar ko'p. Aynan qaysi bo'lim yoki qaysi lavozimdagi jinoyat haqidagi xabarni tekshira olish yoki olmaslik vakolatini ichki tartibda belgilanishi nazarda tutilyapti. Ya'ni profilaktika inspektorida tergovga qadar tekshiruv o'tkaza oladimi yoki o'tkaza olmaydimi? GAI o'tkaza oladimi, o'tkaza olmaydimi degan savol tug'iladigan bo'lsa, bu albatta ichki ishlar vazirining buyrug'i bilan tasdiqlanadi. Misol departamentda bo'lishi mumkin yoki davlat xavfsizlik xizmatida bo'lishi mumkin. Aynan qaysi lavozimdagi shaxs jinoyat haqidagi xabarni tekshira oladi yoki olmaydi. Shu belgilash nimasini huquqini organni o'ziga taqdim qilyapti. Ya'ni organ o'zi aniqlaydi. Boshliqning mana keyingi qismida aytilyapti, boshliqning topshirig'i bilan rahbarlik ishlayotgan mansab jinoyatni oldini olish yoki uning sodiriga yo'l qo'ymaslik, dalilni to'plash, saqlash, jinoyat sodir etganlarni ushlash, yashiringan gumonxon qidirib topish hamda jinoyat tufayli yetkazilgan mulkiy zararni qoplashni ta'minlash uchun zarur bo'lgan, kechiktirib bo'lmaydigan barcha harakatlarni ko'rishi shart. Bu yerda e'tiborga olamiz, 10 kunlik muddat ichida barchasini qilish mumkin emas. Ya'ni mumkin emas, ulgura olmaslik mumkin. Faqatgina bu yerda aytilyapti, yo'nalish berilyapti, gumonlanuvchini ushlaysan deyapti. Jinoyatni oldini olishing kerak deyapti va mulkka zarar yetkazmasligi uchun zarur bo'lgan, kechiktirib bo'lmaydigan deyilyapti. Faqatgina zaruriy qismini aytyapti va kechiktirib bo'lmaydi. Agar u kechiktiriladigan bo'lsa, zarar yetkazilishi mumkin. Misol, gumon qilinganlardan keyin ushlayman desa, u qochib ketish ehtimoli mavjud. Shu sabab kechiktirib bo'lmaydiganlarni qilinadi xolos. Keyin sodir etilishi, keyin qilinishi mumkin bo'lganlarni albatta zarur deb topmasa qilmasligi mumkin. Mana bu yerda 4-chi qismida aytyapti, tergovga qadar tekshiruvni amalga oshirish yoki tezkor tadbirlar amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi. Tergovga qadar tekshiruvni kim o'tkazishini aytdik. Endi tezkor qidiruvni ham aytdik, qaysi organlarda bo'lishi. Ularga tergov surishtiruvchi topshiriq berishi mumkin. Misol aytadi-ku,
biror bir shaxsni olib kelish yoki bo'lmasam dalillarni to'plash bo'yicha topshiriq berishi mumkin yoki yordamlashishi mumkin. Bilasizlar, misol ko'p holatlarda tergovchi surishtiruvchilar profilaktika inspektoridan yordam oladi. Falonchini surishtirib kel, falonchi haqida ma'lumot to'plab kel. Albatta bu topshiriq ma'nosida hisoblanyapti va 39.2 moddasida tartibga solyapti. Bu degani mana ko'maklashish majburiyati yuklatiladi. Bu yerda mana ko'maklashish degan so'z bilan majburiyat biroz bir-biriga uncha to'g'ri tushmayapti, lekin majburiyat degan so'z ishlatilgani uchun tergov qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi mansabdor shaxs va tezkor hudud tadbirlarini amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi majburiy hisoblanadi. Keyingi nima qiladigan bo'lsak, mana bu yerda aytilyapti, faqatgina kodeksda mayli har qanday topshiriqni bajarayotganda qonunga va protsessual normalar belgilangan qoidalarga amal qilinishi lozim. Tergovchi topshiriq berdimi? Albatta bu topshiriqni bajarish chog'ida biror bir qonun buzilish holatlariga yoki chetga chiqish holatlariga yo'l qo'yilmasligi lozim. Xo'p, keyingi normamiz gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi tezkor qidiruv faoliyati amalga oshiruvchi mansabdor shaxslar tomonidan arizalar, tushuntirish yoki ko'rsatma olish mazkur jinoyat ishi yuzasidan surishtiruvchining sudyaning yozma ruxsatiga asosan faqat himoyachi ishtirokida amalga oshiriladi. Bunda belgilangan tartibda himoyachidan voz kechilgan hollar mustasno. Bu yerda endi albatta himoyachining ishtiroki haqida gap ketyapti. Bu yerda e'tiborga oladigan bo'lsangiz, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchidan deyilyapti. Kimlar tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi mansabdor shaxslar tomonidan tushuntirish, ariza yoki ko'rsatuv olish uchun olinayotganda himoyachi shartliligi belgilanyapti. Bu tergov bo'lmasligi mumkin, tergov harakati bo'lmasligi mumkin. Albatta bu yozma ko'rsatma va himoyachi ishtirok etishi shart. Xo'p, keyingi nima? Tergov qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organ mansabdor shaxsining qarorlari mazkur organ boshlig'i tomonidan tasdiqlanishi shart. Ya'ni jinoyat ishini qo'zg'atadigan bo'lsa, profilaktika inspektori yuqorida ichki ishlar bo'limi boshlig'ining imzosi bo'lishi shart. Bu tasdiqlash kerak. Tergov qadar tekshiruv mansabdor shaxsi boyagi tergov surishtiruvchilarga o'xshab mustaqil qaror qabul qila olmaydi. Bularning albatta imzosi bo'lishi shart. Endi agar o'zi boshliq bo'ladigan bo'lsa, albatta bu yerda nima talab qilinmaydi. Keyin ushbu qaror ustidan umumiy tartibda shikoyat bildirilishi mumkin. Xo'p, mana sizlar bilan moddagacha tahlil qilib o'tdik. Agar endi savollar bo'lsa, endi savollarga vaqt ajratamiz. Nima savol, nima tushunmovchilik bo'lsa, endi javob beramiz. Qanday savollaringiz bor? Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Mana shu tasdiqlaydi-ku rahbar tergov qadar tekshiruvdi, rahbar tomonidan tasdiqlanganda javobgarlik masalasi ikkalasida bo'ladimi yoki o'sha rahbarda bo'ladimi tasdiqlayotgan? Nima masalasi? Qarorning nimasiligimi? Qarorni misol jinoyat ishi qo'zg'atishdan rad qilish to'g'risida qarorni tasdiqladi deylik. O'sha tasdiqlaganda u aslida bir jinoyatni yashirgan bo'lib chiqadigan bo'lsa, uni tasdiqlagan shaxsni javobgarligi masalasi ko'riladimi yoki ko'rib chiqqan mana bu tergov qadar tekshiruvni mansabdor shaxsiga nisbatan ko'rib chiqiladimi? Qanday bo'ladi? To'g'ridan to'g'ri nimaniki? Nima bo'lim boshlig'i masalasi ko'rib chiqiladi. Chunki u tasdiqlashyapti, u tasdiqlagandan keyin albatta bu yerda ikki kishi javobgarlik masalasi bo'lyapti. Amaliyotda ikki kishi javobgar bo'lyapti. Ham o'sha tergov qadar tekshiruvni amalga oshirgan shaxs, ham boshlig'i, bevosita boshlig'i javobgarlik masalasi ko'rilyapti. Lekin umumiy viloyatlar kesimida aytadigan bo'lsak, ayrim viloyatlarda faqatgina tergov qadar tekshiruv mansabdor shaxsini javobgarlikka tortish holatlari ham bo'lyapti. Lekin agar nazariy jihatidan qaraydigan bo'lsak, bo'lim boshlig'i to'g'ridan to'g'ri nima qilinishi kerak xolos? Javobgarlik tortilishi kerak. Chunki u mustaqil qaror qabul qila olmaydi. Uning qarori tasdiqlanmagunga qadar nima?
huquqiy kuchga ega emas. Bu degani organ boshlig'i tasdiqlagandan keyin huquqiy kuch berilyapti. Bu degani organ boshlig'i tekshirish kerakda, organ boshlig'i ushbu qarorni bekor qilish kerakda va o'zi qaror qabul qilish kerakda. Ya'ni agar rad qilingan qaror olib kelayotgan bo'lsa, rad qilingan qarorni tasdiqlama qo'zg'atish kerak yoki bo'lmasam qo'zg'atilgan jinoyat olib kelayotgan bo'lsa, uni nima qilish kerak? Rad qilib yuborish kerak. Chunki bu ustoz, mana shu tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi mansabdor shaxsni bilim jihatdanmi, malakasi jihatdanmi, nima uchun именно o'sha surishtiruv organi yoki tergovga qadar tekshiruv organi rahbari tomonidan tasdiqlanishi belgilab qo'yilgan? Nima uchun demoqchisiz? Odatda tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi shaxslar mana 13-chi nima moddada ko'radigan bo'lsak, 39-moddada ko'radigan bo'lsak, ular to'g'ridan-to'g'ri o'zini ishi emas. Misol ichki ishlar organi qachon bo'ladi? Misol o'zini mansab vakolatini bajarayotganda, jamoat xavfsizligini ta'minlayotganda yoki bo'lmasam voyaga yetmaganlar bilan profilaktik ishlarni amalga oshirayotganda, u tergov bilan shug'ullanmagan. Shu sabab yetarlicha nimasi bo'lmaganligi uchun tergovga qadar tekshiruvni tasdiqlashini bo'lim boshlig'iga qo'yib qo'yyapti, что nima ko'proq bo'lishi uchun. Bo'lim boshlig'i tergovda ishlamagan-ku. Yo'q, bo'lim boshlig'i tergovda ishlamagan, lekin shu sabab mana ayrim organlarda bor. Endi men shaxsan bilganim uchun ichki ishlar organlarida shu qoida borki, jinoyat ishini qo'zg'atish yoki qo'zg'atmaslik masalasi tergovga qadar tekshiruvchi materiallarni yig'ib beradi, lekin qaror qabul qilayotganda tergovchi surishtiruvchi qaror qabul qilsin degan norma bor. Bu davlat xavfsizlik xizmatida ham bor. Ya'ni tergovga qadar tekshiruvchi dalillarni to'plab beradi va xuddiki tergovga qadar tekshiruv materiali tergovchiga o'tkazilganday bo'lib, tergovchi yoki surishtiruvchi o'zi jinoyat ishini qo'zg'atadi. Endi davlat xavfsizlik xizmatida tergovchisi bor, tergovchi o'zi jinoyat ishini qo'zg'atadi. Bu mana bu yerda aytdik-ku, tergovga qadar tekshiruvni kim o'tkazishi ichki organ bilan belgilab berilyapti. Shu sabab ichki organ o'zi belgilayapti, ichki organ o'zi tartibni belgilab olyapti. Amaliyotda shu holatlar ko'p bo'lyapti. Ya'ni tergovchi surishtiruvchilarga o'tkazish, aynan qaror qilish paytiga kelganda. O'sha paytda jinoyat ishini qo'zg'atmasdan turib, tergovga tegishliligiga ko'ra yuborish to'g'risida ham qaror qabul qilishi bor-ku, huquqi. Qarang, tergovga tegishlilik degani bu yerda 330-moddada tergov tegishlilik degan narsa bor. Bu yerda biroz noto'g'ri tushunilgan. U ya'ni so'zda xatolik, men tergov qadar tekshiruv umumiyroq tushunilishi uchun bu yerda ariza xabarlarni tegishliligi bo'yicha jo'natish masalasi yotyapti. Yunusobod tumanidagi jinoyat sodir etilgan, lekin Mirobodga ariza kelib tushganda tegishlilikka yuborish, ya'ni Yunusobod tumanidagi o'sha tergovga qadar tekshiruv organiga yuborish masalasi ko'rilyapti, xolos. Chunki 330-moddada ariza kelib tushganda yakuniy qaror ikkita xolos. Yo qo'zg'atamiz, yo qo'zg'atmaymiz. 3-tegishlilik bo'yicha qaror, mana agar amaliyotda ishlab yurgan qaysi davlat tashkilotida ishlab yurishingizdan qat'iy nazar, bilasizlar, arizalarni tegishliligi bo'yicha jo'natish nimasi bor, ya'ni boshqa organga kelib tushgan mahalda. 330-moddadagi o'sha siz aytayotgan tegishlilik bo'yicha jo'natish xuddi shu narsani nazarda tutgan xolos. Boshqa narsa nazarda tutilmagan. Endi mana bu tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi shaxs yuridik ma'lumotga ega bo'lishini talab qilmaydi-ku. Tergovchida yuridik ma'lumot bo'lishini talab qiladi. Shu sababdan tergovga tegishlilik ko'ra yuborsa, bu tergovchi o'sha masalani ko'rib chiqadi, haqiqatan jinoyat beradimi? Tegishlilik bo'yicha jo'natish, bu tergovga tegishlilik bo'yicha jo'natish emas-da bu. Tergovga tegishlilik jo'natishda hududiylik tushuniladi xolos asosan. Hududiy tegishliligi bo'yicha yuborish bor, lekin u hududiy tegishliligi bo'yicha emas, tergovga tegishlilik ko'ra deb ma'nosi bor. Tergovga tegishlilik bo'yicha 330 da yozilgan paman. Qarang, mana aytingda 3 ta qarorimizda. Qarang, mana bu yerda aytilyapti. Ariza yoki xabarni deyilyapti. Xabarni jo'natish masalasi. Mana bu yerda aytilyapti, mana tergovga qadar tekshiruv hozirman. Qo'zg'atishni rad etish, birlashtirish, hududiylik prinsipi.
Tegishlilik. Mana 345 dagi narsalar nazarda tutilmayapti. Mana faqatgina hududiylik masalasi 346 modda tartibida hududiylik nima tushunilyapti xolos. Misol, ariza xabar kelgandan keyin, jinoyat haqidagi ariza xabar kelgandan keyin siz nima qilasiz uni? Yo qo'zg'atishingiz kerak, yo rad qilishingiz kerak, to'g'rimi? Shu ikkita qarordan birini qabul qilasiz xolos. Uchinchi qarorni qachon qabul qilasiz? Qachon hududiylingizga boshqa nimaga tushmagan bo'lsa. Bu bosh prokurorning uy qo'shma ko'rsatmasi bor. Ya'ni ariza xabarlarni ko'rish bo'yicha qo'shma qaror bor. O'sha qo'shma qarorda nima nazarda tutilishi belgilab o'tilgan. Ariza kelgandan keyin yo rad qilasiz yo qo'zg'atasiz. Agar rad qilish yo qo'zg'atish haqida qaror qabul qila olmayotgan bo'lsangiz, juda boshqa hududda joylashgani bo'lsa, arizani boshqa organga jo'natib yuborasiz. Hal qil yo qo'zg'at yoki rad qil degan ma'noda. O'sha birinchi boshlanishi o'sha ariza xabardan kelib boshlanadi-ku. O'sha ariza xabardan boshlanganligi uchun ariza xabardan deb mana bu termin shunga urg'u bergandir balkim. Tergov tegishlilik o'sha tergovga tegishlilik arizasi deb boshlayapmiz-ku, ariza qilishi mumkin. O'ron arizasi yoki ommaviy axborot vositasidan chiqqan bo'lishi mumkin. O'sha ariza xabar bo'yicha ish boshlanganligi uchun ariza xabarda tergov tegishlilik ko'radi. Yo'q, tergovga tegishlilik siz nimaga qarab jo'natasiz uni? Tergovga men tegishliligi bo'yicha ko'rib chiqayotgan vaqtimda bir jinoyat tarkibini berib qoladigan bo'lsa, jinoyat tarkibini bersa, jinoyat tarkibini bersa siz 15-modda bor, darhol qo'zg'atishingiz shartda jinoyat ishini. Tarkib bersa. O'shani bizda keyin bizlar jo'natamizda, mana shu yerda shunaqa moddani nazarda tutilgan jinoyat alomatlari mavjud deb ekspertiza xulosalari boshqalari bilan birgalikda tegishliligiga, tergov tegishliligiga ko'rsatib yuborib yuboramizda 345 bo'yicha. 345 bo'yicha faqatgina qo'zg'atilgan jinoyat ishlari yuboriladi. 345 ta moddada, mana 345-moddada ko'rgan bo'lsangiz, hozir mana ko'rinyaptimi? Nima ekran? Ko'rinyapti. Mana ushbu moddaning nazarda tutilgan jinoyat ishlari deyilyapti. Jinoyat ishi qachon bo'ladi? Faqat qo'zg'atilgandan keyin. 330 da esa ko'ryapsiz, ariza xabar jo'natiladi deyilyapti. Ariza xabar. Bu degani biz 345 381 o'sha tegishlilikni aniqlashimiz uchun biz jinoyat haqida unga qo'zg'atib qo'ygan bo'lishimiz shart. Bizda taxminlarimiz, nazariyalarimiz, ya'ni ichki nimalarimiz bo'yicha biz jo'nata olmaymiz. Biz o'shani berdikmi, demak unga nisbatan qo'zg'atib qo'yishimiz kerak. Qo'zg'atib qo'ygandan keyin xohlagancha jo'natishingiz mumkin. Bizlarda ko'pincha shunday bo'lib kelganda. Yo'q, endi misol tushundim. Amaliyot qarang, o'zimiz ham advokatlik qilib shug'ullanib, misol ko'p holatlarda shu tergovga qadar tekshiruv bilan muammoyimiz bo'ladi, chunki misol tergov qadar tekshiruv organini umuman mansabdor shaxsi boshlig'i ham bilmaydigan holatlar bor. Tergovga qadar tekshiruv nima, surishtiruv nima, tergov nima? Ular ko'pincha surishtiruvni ham tergov qadar tekshiruv deb tushunadi. Bu amaliyotda bo'layotgani u to'g'ri degani emas. Bu birinchidan, endi ularning bilim saviyasiga yoki misol ko'pdan ko'p shikoyatlar shunga sabab bo'layapti, ya'ni noto'g'ri tushunyapti norma nimalarni. Shu sabab iloji boricha harakat qilamiz to'g'ri talqin berishga, ya'ni nimalar tushunilishi kerak. Afsuski, ichki ishlar organlarini o'qitishga borganimizda ham mayor bor, podpolkovniklar o'tiribdi. Ular ham misol tergovga qadar tekshiruv nimaligini tushunmayapti. Afsuski, endi siz aytayotganingizdek, keyin shular o'z rayoniga borib amaliyot qilyapti-da. Bu degani ular qilyapti degani doimo to'g'ri bo'lavermayapti. Endi prokuror ham ayrim holatlarda ko'z yumayapti bu kamchiliklariga. Endi nima kamchilik sifatida baholabdi? Tushundim, buni nima sababdan
tushundingiz-a? Tegishlilik masala bittasida ariza xabar deyapti xolosda. Bu degani qo'zg'atmasdan siz jo'natyapsiz. Lekin ana bu elektron material tizimimiz bor-ku. Ha, e-material. E-materialda tergovga tegishliligi bo'yicha ham bor. Hududiy tegishliligi bo'yicha ham bor. Kiritilgan. Endi e-material tizimi misol o'sha ariza xabarda biroz ayting tushunmagan joylar bor. Qonunchilikka mos kelmagan joylar ko'p e-material tizimida. Qonunchilikka mos tushmagan joylar bor. Biz shundan foydalanib tergovga tegishliligini ko'rib o'tkazganmiz-da. Mana e-materialda ham imkoniyat bo'lgan uchun-da. Endi o'zi mana tergov tegishlilik degan o'zi so'z xato ishlatilganda. Shunday ekan, ha. Chunki hali tergov boshlanmadi. Biz tergovga tegishlilik degan so'zni o'zi 330-modda noto'g'ri yozilgan. Ya'ni tergov degan so'z xato yozilgan. Ariza xabarlarni tegishliligi bo'yicha jo'natilishi deyilganda maqsadga muvofiqroq bo'lardi. Ha. Yana qanday savollar bor? Tushunali bu bo'yicha. Keyin ana bu tergov qadar tekshiruvda majburiy chaqiriq qila olamizmi, yo'qmi? Mana 260 tergov qadar hali bu bo'yicha o'tmadi-ku, lekin 262-modda tatbiq qilinmaydi. Qilinmaydi, ha? Borish kerak, tergov qadar tekshiruv. Tergov qadar tekshiruvni kelish bo'yicha topshirig'i bajarish majburiyati yo'q. Mana bu yerda majburiy keltirish faqat gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi, jabrlanuvchi va guvohga deyilyapti. Bu statuslar faqat jinoyat ishi qo'zg'atilgandan keyin bo'ladi. Keyinda. Shu sabab siz majburiy keltira olmaysiz. Biron bir hujjatni, misol hozir biz ko'rsatmasini berishdan bosh tortgan taqdirda, ko'rsatma ham bermayman, hujjatimni ham taqdim qilmayman deydigan bo'lsa, shunday vaziyatda boshqa bir hujjatni olish imkoni bo'lgan organlardan oldigan deylik, o'sha bizga tegishli hujjatlarni uni ko'rsatma berishga majbur emas-ku. O'zimizdagi bor yig'ilgan hujjatlar, dalil ashyolarga tayanib qaror qabul qilib yuboramiz-da, to'g'rimi? Bu qarang, hali biroz oldinroq o'tib ketyapsiz. Mayli, o'zingizga tushuntirish beraman. Tushuntirish xatlari dalil emas. 81-modda talabiga javob bermaydi, dalil manbasi emas. U nima deb tushuntirish bersa ham siz unga asoslana olmaysiz, taqiqlab qo'yapti, faqat dalilga asoslanishingiz kerak. U dalil emas. Shu sabab u nima deb gapirsa ham uni gapirishi prosta sizga yo'nalish beradi xolos. Har qanday holatlarda u taqdim qilmayaptimi, misol biror narsani dalil bermayotgan bo'lsa, siz so'rov orqali yig'ib o'shanga asosan tayinasiz. Uni ogohlantiramiz-ku. Ogohlantirish xatoda. Xatomi? U ham jinoyat ishi qo'zg'atilganiga ogohlantiriladimi? 238-moddada hozir mana JKni ochaman. Bu eng katta xato hisoblanadi. Nimada? Hozir amaliyotda ogohlantirish masalasi, chunki ogohlantirilmaydi-da. Nima emas. Nima? JKR. Yo'q, tushundim. Mana nima varianti chiqmayotgan ekan. Mana 238-modda. Yolg'on guvohlik berish. Guvohlik degani o'zi ko'rsatma. Ko'rsatma jinoyat ishi qo'zg'atilmagunga qadar olish mumkin emas. 329 beryapti. So'roq qila olmaysan, deyapti. Mana aytyapti. Surishtiruv olib borish. Tergovga qadar tekshiruv demayapti. Dastlabki tergov bosqichida, ya'ni surishtiruv va dastlabki tergov. Sudda guvohning, jabrlanuvchining deyapti. Tushundingiz-a? Bu degani mumkin emas. Ya'ni ogohlantiraverasiz, huquq-oqibati yo'q. Huquq-oqibat mavjud emas. Mana bu yerda aytyapti. Guvoh va jabrlanuvchilar ogohlantiriladi deyapti. Guvoh va jabrlanuvchi shaxs aniqlangandan keyin ogohlantiriladi, faqat jinoyat ishi bo'lgandan so'ng ko'rsatuv berishdan bosh tortganlik deyapti xolos. 241-chi? Agar keyinchalik jinoyat chiqib qolsa? Nima 241?
Jinoyat haqida xabar bermaslik yoki uni yashirish borku. Aha. Unda ham baribir u nimaga o'tmaydi, to'g'rimi? Tushuntirish xati olayotgan paytda Yo'q, haqiqatan o'tmaydi. jinoyat haqida xabar bor bo'la turib, Siz mana lekin jinoyatchini qo'zg'atish qaroringiz bor-ku, jinoyatchini qo'zg'atishni rad etish qaroringiz. aha, Ariza kelib tushdi, jinoyatchini qo'zg'atishni rad etish qarori qabul qilasizda, unga nisbatan jinoyatchi qo'zg'atib yuborasiz. 241 qilib. uni aniqlasak, Yoki tergov paytida aniqlangan bo'lsa, farqi yo'q, uni qaysi bosqichdaligini. 241dagi farqi yo'q. Endi mana bu yolg'on xabar bermaslik yoki uni yashirish deganda yolg'on ma'lumotlar boshqalarga aytish mumkin. Qarang, yolg'on xabar deb siz undan ko'rsatma olmayapsiz. Sizga o'zi kelyapti xabar berib jinoyat haqida. Alo. Yana kimda savol bor? Rahmat ustoz. Yana kimda savollar bor? Agar savollar bo'lmasa, yakunlaymiz. Endi harakat qildik. Endi albatta sizlar bilan amaliyot, nazariya nimasini muhokama qilib boramiz, Xudo xohlasa. Ustoz videosini tashlaversangiz, zapisda. Videosini albatta YouTube'ga joylab boryapman, linklarni ham joylayapman. Bir qarab yuqoriroqqa chiqsangiz, birinchi, ikkinchi dars, ya'ni 28-moddagacha bo'lgan sharhlar turibdi. YouTube'ga link tashlab qo'ydim. Albatta bu ham 1-2 kun ichida joylab qo'yaman link bo'yicha. Rahmat ustoz. Savollar bo'lmasa yakunlaymiz. Savollaringlarni o'zinglarni qisqa chatinglarga nima qilib yozib qo'ysanglar, keyingi darslarda birma-bir o'sha savollaringlardan ko'rib, keyin dars boshlaymiz. Baribir og'zaki tushuntirgan ma'qulroq, chem yozma qilib nima qilgandan ko'ra. Kattakon rahmat sizlarga. Charchamanglar, ishlaringizga omad. Rahmat ustoz. Rahmat ustoz. Rahmat ustoz.